Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalada gaplashmoqchiman. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizning, balki oilangizning ham moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar siz aprel oyida ma'lum bir harakatni amalga oshirmasangiz, may oyidan boshlab sizga to'lanadigan muhim qo'shimcha to'lovni, nafaqani yoki ijtimoiy yordamni yo'qotishingiz mumkin. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa ijtimoiy yordam oladigan oilalar, nafaqaxo'rlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun hech qanday ortiqcha gaplarsiz to'g'ridan-to'g'ri mavzuga kirishimizdan oldin iltimos, hoziroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi va ularni moliyaviy qiyinchiliklardan qutqarishi uchun juda muhimdir. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Oldinlari ko'plab ijtimoiy nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar tizimi ancha sodda edi. Ko'p hollarda agar siz bir marta ariza berib, ma'lum bir nafaqa yoki kompensatsiyani olish huquqiga ega bo'lsangiz, bu to'lovlar avtomatik ravishda uzaytirilardi. Masalan, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan moddiy yordam yoki ba'zi bir kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar odatda ma'lum bir muddatga, masalan, 6 oy yoki 1 yilga tayinlangandan so'ng, agar sizning oilaviy ahvolingizda sezilarli o'zgarishlar yuz bermasa, qayta ariza berish shart emas edi. Tizim sizning ma'lumotlaringizni o'z bazalaridan olib, uzaytirish jarayonini o'zi amalga oshirardi yoki faqatgina oddiygina tasdiqlash talab etilardi. Bu fuqarolar uchun juda qulay edi, chunki ortiqcha byurokratik jarayonlarga va qog'ozbozlikka duch kelmas edilar. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. So'nggi paytlarda hukumat tomonidan ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof qilish, mablag'larni o'z o'rnida ishlatish va haqiqatda muhtoj bo'lgan shaxslarga yordamni aniqroq yetkazish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning bir qismi sifatida bir necha turdagi ijtimoiy nafaqalar va qo'shimcha to'lovlarni olish tartibi o'zgartirildi. Endilikda avtomatik uzaytirish tizimi bekor qilinib, fuqarolardan har bir yangi davr uchun, ya'ni har 6 oy yoki har yil uchun qayta ariza berish yoki o'z huquqlarini tasdiqlash talab etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, agar oldin tizimsiz haqingizdagi ma'lumotlarni o'zi topib, to'lovni davom ettirgan bo'lsa, endi siz o'zingiz tizimga murojaat qilib, to'lovni davom ettirish istagingizni va huquqingizni tasdiqlashingiz shart. Bu asosan davlat xizmatlarini raqamlashtirish va shu bilan birga har bir arizani yangi ma'lumotlar asosida ko'rib chiqishga qaratilgan. Bu o'zgarishning eng muhim jihati shundaki, endi sizning faolligingiz, ya'ni o'z vaqtida murojaat qilishingiz talab etiladi. Agar buni qilmasangiz, shunchaki sizga beriladigan to'lovlar to'xtatiladi. Bu may oyidan boshlab to'lovlarni yo'qotmaslik uchun aynan aprel oyida qilingan harakatlarga bog'liq. Asosiy qo'ysimlik, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak demak savol tug'iladi. Aynan qaysi to'lovlar haqida gap ketyapti va kimlar bu o'zgarishlardan xavotirlanishi kerak? Avvalo shuni tushunib oling-ki, bu o'zgarishlar asosan ijtimoiy himoya tizimi orqali beriladigan ehtiyojga asoslangan yordamlarga taalluqli. Bularga quyidagilar kirishi mumkin. Bolalar nafaqasi. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga beriladigan va bolalar soniga qarab hisoblanadigan nafaqa turi. Agar sizning oilangizda bolalar bo'lsa va siz ilgari bu nafaqani olib kelayotgan bo'lsangiz, demak diqqatingizni jamlashingiz kerak. Kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam. Bu turdagi yordam asosan daromadi belgilangan minimumdan past bo'lgan oilalarga beriladi. Bu oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdoriga qarab belgilanadi. Kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar. Ba'zi hollarda ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, masalan, yolg'iz pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, uy-joy kommunal xizmatlari, gaz, elektr, suv uchun qisman yoki to'liq kompensatsiya oladi. Ba'zi turdagi nogironlik nafaqasiga qo'shimcha to'lovlar, nogironligi bo'lgan shaxslarga asosiy nafaqadan tashqari ularning ahvoliga qarab qo'shimcha yordamlar berilishi mumkin. Yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan oilalarga beriladigan boshqa turdagi yordamlar. Kimlar xavotirlanishi kerak? Siz agar yuqorida sanab o'tilgan yoki ularga o'xshash davlat tomonidan ehtiyojga qarab beriladigan har qanday turdagi moliyaviy yordamni oluvchi shaxs yoki oila bo'lsangiz, demak siz diqqat bilan bu jarayonlarni kuzatishingiz va aprel oyida o'z harakatlaringizni amalga oshirishingiz shart. Ayniqsa
Sizga oxirgi marta nafaqa tayinlanganiga 6 oydan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa, sizning holatingiz eng xavfli hisoblanadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Odatdagi pensiyalar, yoshga doir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqilib, davom ettiriladi. Agar sizning ahvolingizda nafaqaning o'zi bekor bo'lishiga olib keladigan qonuniy o'zgarishlar, masalan, nogironlik guruhining o'zgarishi, ishga joylashish va haqi yuz bermagan bo'lsa, ish haqi, stipendiyalar, shuningdek boshqa turdagi daromadlar bu o'zgarishlarga taalluqli emas. Shunday ekan, agar siz faqat ish haqi olsangiz yoki faqat odatdagi pensiya olsangiz va boshqa ijtimoiy yordamga ega bo'lmasangiz, ushbu video sizga to'g'ridan to'g'ri taalluqli bo'lmasligi mumkin, ammo baribir ma'lumot olish foydalidir. Keling, bir nechta aniq real hayotiy misollar orqali vaziyatni tushuntiraman. Misol, Aliyevlar oilasi, bolalar nafaqasi va moddiy yordam. Farg'ona viloyatida yashovchi Aliyevlar oilasi 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Otatasi. Jamshid aka bir necha oydan beri vaqtinchalik ishsiz. Onasi Malik opa tikuvchilik fabrikasida minimal ish haqi bilan ishlaydi. Ularning oilaviy daromadi har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan miqdor bo'yicha belgilangan minimal daromaddan past bo'lganligi sababli ular oxirgi 6 oydan buyon har oyda bolalar nafaqasi, masalan, 3 farzand uchun jami 1 million so'm va kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordam, masalan, 800 million so'm olib kelishgan. Oldingi qoidalarga ko'ra, Aliyevlar oilasining nafaqalari avtomatik ravishda uzayishi kerak edi. Ammo 2024 yilning boshidan qoidalarga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, ular aprel oyida nafaqa olish huquqini qayta tasdiqlashlari shart. Ya'ni ular aprel oyining oxirigacha yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTokov orqali yoki mahalladagi yagona ro'yxatga olish markazlari orqali qayta ariza topshirishlari kerak. Agar Aliyevlar aprel oyida bu harakatni qilmasalar, may oyidan boshlab ularning 2000 million so'm miqdoridagi muhim to'lovlar to'xtatiladi. Bu oila budjeti uchun juda og'ir zarba bo'ladi. Chunki bu pul bolalarning oziq-ovqati, kiyimi va o'quv qurollariga sarflanadi. Jamshid aka aprel oyining dastlabki kunlarida o'z ma'lumotlarini MyPoychakov orqali yangilashi va elektron ariza topshirishi lozim. Agar elektron ariza topshirishda qiyinchilikka duch kelsa, u mahalladagi mas'ul xodimga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilish kerak. Misol 2. Roziyev Bobo nafaqaga qo'shimcha kompensatsiya. Toshkent shahrida yashovchi 75 yoshli Roziyev Bobo yolg'iz yashaydi. U nafaqaga chiqqanidan beri har oyda asosiy nafaqadan tashqari bir qator kommunal xizmatlar, elektr energiyasi, gaz va suv uchun subsidiya tarzida 200 million so'm miqdorida kompensatsiya olib kelgan. Oldinlari bu kompensatsiya Boboning asosiy nafaqasi bilan birga avtomatik ravishda uzayardi. Biroq endilikda bu turdagi qo'shimcha yordamlar ham qayta ro'yxatdan o'tishni talab qiladi. Roziyev Bobo yoshi va sog'lig'i tufayli internetdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shuning uchun u aprel oyida o'z mahallasi raisiga yoki uning yordamchisiga murojaat qilishi kerak. Mahalladagi xodimlar Boboga kerakli hujjatlarni yig'ishda va MyTokov orqali ariza topshirishda yordam berishlari shart. Agar Roziyev Bobo aprel oyida bu chorani ko'rmasa, may oyidan boshlab uning kommunal xizmatlar uchun oladigan kompensatsiyasi to'xtatiladi. Bu uning uchun sezilarli moliyaviy yukni keltirib chiqaradi. Chunki bu pul kommunal to'lovlarni qoplashda muhim ahamiyatga ega edi. Misol 3. Olimaxon opa nogironlik nafaqasiga qo'shimcha yordam. Samarqand viloyatida yashovchi 45 yoshli Olimaxon opa iri guruh nogironligi bo'lgan shaxs. U asosiy nogironlik nafaqasidan tashqari nogironligi tufayli doimiy parvarishga muhtoj bo'lganligi sababli har oyda qo'shimcha moddiy yordam, masalan 500 ming so'm oladi. Bu yordam oldinlari uning tibbiy ko'rik muddatlariga bog'liq holda avtomatik ravishda uzaytirilgan. Biroq yangi qoidalarga ko'ra bu turdagi qo'shimcha yordamlar ham qayta tasdiqlanishi kerak. Olimaxon opa aprel oyining birinchi yarmida o'zining doimiy yashash joyidagi tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi xulosasi va nogironlik guvohnomasi bilan birga yagona ijtimoiy himoya reyestri orqali qayta ariza topshirish shart. Agar uning tibbiy ko'rik muddati ham aprelga to'g'ri kelgan bo'lsa, u oldinroq tibbiy ko'rikdan o'tib yangi xulosa olish kerak. Bu uning uchun bir oz murakkabroq bo'lishi mumkin. Chunki u nogironligi tufayli harakatlanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Uning oila a'zolari yoki qo'shnilardan kimdir unga yordam berishi kerak. Agar Olimaxon opa aprel oyida bu jarayonni yakunlamasa
may oyidan boshlab uning qo'shimcha moddiy yordam bekor qilinadi. Bu uning dori darmonlari va parvarish xarajatlari uchun juda muhim bo'lgan mablag' edi. Ushbu misollardan ko'rinib turibdiki, agar siz ilgari shunday to'lovlarni olgan bo'lsangiz, ularni may oyidan boshlab ham davom ettirish uchun aprel oyida faol harakat qilishingiz shart. Asosiy qism 2. Qoidalarga istisnolar. Tuzoqlar va aniq bo'lmagan nuanslar har bir qoida o'z istisnolariga, noaniq jihatlarga va e'tibor qaratish lozim bo'lgan tuzoqlarga ega. İjtimoiy nafaqalarni qayta rasmiylashtirish jarayoni ham bundan mustasno emas. Istisnolar va hududiy farqlar. Pilot hududlar ba'zi yangi qoidalar dastlab pilot loyiha sifatida ma'lum bir viloyat yoki tumanda sinovdan o'tkazilishi mumkin. Agar siz aynan shu pilot hududda yashasangiz, sizga boshqa hududlarga nisbatan boshqacha talablar qo'yilishi mumkin. Masalan, Farg'ona viloyatining ma'lum bir tumanda elektron ariza berish majburiy bo'lishi mumkin. Boshqa joyda esa qog'oz shaklida qabul qilish ham davom etishi mumkin. Shu sababli aynan sizning yashash joyingizdagi mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limlarining e'lonlarini kuzatib borish muhimdir. Nafaqa turlari bo'yicha farqlar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, nafaqaning har bir turi o'ziga xos talablarga ega bo'lishi mumkin. Bolalar nafaqasi uchun bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi va oilaning daromadi asosiy hujjat bo'lsa, nogironlik nafaqasiga qo'shimcha yordam olish uchun TMK xulosasi va tibbiy hujjatlar muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Har bir nafaqaning o'ziga xos tasdiqlash muddatlari va talablari bo'lishi mumkin. Tuzoqlar va umumiy xatolar, muddatni o'tkazib yuborish bu eng keng tarqalgan va eng jiddiy xato. Agar siz aprel oyining oxirigacha arizani topshirishga ulgurmasangiz, may oyidagi to'lovni yo'qotishingiz deyarli aniq. Ko'pchilik eslab qolaman deb o'ylaydi, lekin muhim sanani unutib yuborishi mumkin. Kalendaringizga belgi qo'ying. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar, arizaga noto'g'ri ma'lumotlar kiritish, barcha talab qilingan hujjatlarni ilova qilmaslik yoki eskirgan hujjatlarni taqdim etish, masalan. Muddati o'tgan pasport arizaning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Har bir hujjatning haqiqiyligini va muddati o'tmaganligini tekshiring. Ba'zida eski namunadagi hujjatlar qabul qilinmasligi ham mumkin. Elektron ariza berishda xatolar. May tok.uz orqali ariza berayotganda barcha maydonlarni to'g'ri to'ldirish, imzolash agar kerak bo'lsa elektron imzo bilan va tasdiqlash tugmasini bosish kerak. Ko'pchilik tasdiqlash tugmasini bosishni unutib qo'yadi va arizasi ko'rib chiqilmay qoladi. Arizaning holatini kuzatmaslik. Arizani topshirganingizdan so'ng uni shunchaki unutib yubormang. My.gov. Uz portali orqali yoki tegishli idoralar bilan bog'lanib, arizangizning holatini doimiy ravishda kuzatib boring. Ba'zida qo'shimcha ma'lumot yoki hujjat talab qilinishi mumkin va agar siz bunga o'z vaqtida javob bermasangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Eskirgan ma'lumotlardan foydalanish, ba'zi hollarda odamlar o'zlarining shaxsiy ma'lumotlaridagi o'zgarishlarni, masalan, pasport almashtirilgan, oilaviy holat o'zgargan, davlat idoralariga bildirishni unutib qo'yishadi. Bu ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Noaniq nuanslar va yashirin qiyinchiliklar, raqamli savodxonlik muammosi ko'plab nafaqa oluvchilar. Ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolar yoki qishloq joylarda yashovchilar internetdan foydalanish va elektron xizmatlardan foydalanish bo'yicha yetarli bilimga ega emaslar. Bu ularning o'z vaqtida ariza berishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bunday hollarda oila a'zolari, qo'shnilar, yoshlar yoki mahalladagi yordam markazlariga murojaat qilish lozim. Ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar ba'zida sizning hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bilan davlat ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlar o'rtasida farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism yoki familiyaning harf bazada boshqacha yozilgan bo'lishi. Bunday holatlar arizaning avtomatik ravishda rad etilishiga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda siz tegishli idoraga murojaat qilib, ma'lumotlarni to'g'rilashni talab qilishingiz kerak bo'ladi. Oilaviy ahvoldagi o'zgarishlar. Agar siz ariza berganingizdan keyin oilaviy ahvolingizda sezilarli o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, oila a'zosining ishga kirishi, daromadning oshishi, oila tarkibining o'zgarishi, bu sizning nafaqa olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Yangi qoidalarga ko'ra siz bunday o'zgarishlarni o'z vaqtida xabardor qilishingiz kerak. Aks holda ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Qayta ko'rib chiqish muddatlari. Arizani topshirgandan so'ng uni ko'rib chiqish uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, 15 kun. Bu muddat ichida
sizning arizangiz tasdiqlanishi yoki rad etilishi kerak. Agar bu muddatdan oshib ketsa va sizga hech qanday xabar kelmasa, tegishli idora bilan bog'lanib, arizangiz holati haqida so'rashingiz shart. Shuning uchun bu jarayonlarni shunchaki ariza topshirish deb qaramang. Bu sizning huquqingizni himoya qilish va moddiy ahvolingizni barqaror ushlab turish uchun mas'uliyatli yondashuvni talab qiladigan murakkab jarayondir. Har bir detalga e'tibor berish ayniqsa shu aprel oyida juda muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nimalar qilishi kerak, endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz may oyidagi qo'shimcha to'lovingizni yo'qotmaslik uchun aynan nimalar qilishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar. Men sizga qadam-baqadam yo'l yo'riq beraman. Bir qadam. Aniq kimlar uchun ekanligini aniqlash. O'zingizga savol bering. Men oxirgi 6 oy yoki 1 yil ichida qanday ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha yordam oldim? Bu bolalar nafaqasimi? Kam ta'minlangan oilalar uchun yordammi? Kommunal kompensatsiyami yoki nogironlikka doir qo'shimcha to'lovmi? Xabardor bo'ling. Mahallangizdagi mas'ul xodimlar, xalq qabulxonalari yoki ijtimoiy himoya bo'limlarining e'lonlarini kuzating. Ular sizga aynan qaysi nafaqalar qayta rasmiylashtirilishi kerakligi haqida aniq ma'lumot berishadi. Telegram kanallari, mahalliy gazetalar va e'lonlar doskalariga e'tibor bering. Agar shubhangiz bo'lsa, agar siz o'zingizning holatingiz bo'yicha aniq bilmasangiz, darhol mahallangizga yoki tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Ulardan aniq ma'lumot oling. Bilmasdim degan bahona keyinchalik yordam bera olmaydi. Kerakli hujjatlarni yig'ish. Bu eng ko'p vaqt talab qiladigan qism bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni kechiktirmang. Hujjatlar ro'yxati siz oladigan nafaqa turiga va oilaviy ahvolingizga qarab farq qilishi mumkin. Lekin umumiy holatda quyidagilar talab qilinadi. Pasport, o'zingizning va oilangizning voyaga yetgan a'zolarining pasport nusxalari. Aslini ham o'zingiz bilan olib boring. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar. Voyaga yetmagan farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxalari. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, oilaviy holatingizni tasdiqlovchi hujjat, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Oxirgi 12 oy davomida sizning va oila a'zolaringizning barcha daromadlari haqidagi ma'lumotnoma. Bu ish joyidan, pensiya jamg'armasidan, bankdan olingan foizlar yoki boshqa manbalardan bo'lishi mumkin. Agar ishsiz bo'lsangiz, bu haqda ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi nusxasi agar mavjud bo'lsa, ish faoliyatingizni tasdiqlovchi hujjat. Kadastr hujjatlari, agar sizning nomingizda ko'chmas mulk, u yer uchastkasi bo'lsa, kadastr hujjatlarining nusxalari. TME xulosasi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun nogironlik darajasini va muddatini tasdiqlovchi hujjat. Boshqa qo'shimcha hujjatlar. Ba'zi nafaqalar uchun boshqa maxsus hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, yashash joyi to'g'risida ma'lumotnoma, bank hisob raqami tafsilotlari. Muhim, barcha hujjatlarning nusxalari va asl nusxalarini ham o'zingiz bilan olib boring. Asl nusxalar faqatgina tekshirish uchun kerak bo'ladi. Uch qadam, qayerga murojaat qilish? Hujjatlarni topshirish uchun bir nechta yo'llar mavjud. My.gov.uz portali, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bu eng qulay va tezkor yo'l. Agar sizda elektron raqamli imzo bo'lsa va internetdan foydalanishda tajribangiz bo'lsa, ushbu portaldan foydalanishingizni tavsiya qilaman. My.gov.uz saytiga kiring. Ijtimoiy himoya bo'limini toping. Bolalar nafaqasi va moddiy yordamga ariza berish yoki sizga tegishli boshqa nafaqa turi bo'limini tanlang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni to'ldiring. Ko'p hollarda avtomatik ravishda to'ldiriladi. Talab qilingan hujjatlarning skanerlangan nusxalarini yoki sifatli fotosuratlarni yuklang. Barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring va eri bilan imzolang. Arizani jo'nating va uning ro'yxatga olinganligi haqida tasdiqnomani saqlab qo'ying. Ekran rasmi yoki chop etib oling. Xalq qabulxonalari. Agar sizda internetga kirish imkoni bo'lmasa yoki elektron ariza berishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, o'z tumani, shahridagi prezidentning xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga mutaxassislar yordam beradi va arizangizni elektron shaklda to'ldirib beradi. O'zingiz bilan barcha hujjatlarning asl nusxalarini va nusxalarini olib borishni unutmang. Mahalla komiteti, fuqarolar yig'inlari ba'zi hollarda. Ayniqsa keksa yoshdagilar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mahalla komiteti vakillari ham ariza to'ldirishda va uni tegishli idoralarga yuborishda amaliy yordam ko'rsatishi mumkin. Ulardan bu imkoniyatni so'rab bilish lozim. 4 qadam. Arizani to'g'ri to'ldirish va jo'natish.
diqqat bilan to'ldiring. Har bir maydonchani diqqat bilan xatosiz to'ldiring. Ayniqsa bank rekvizitlari, aloqa telefon raqamlari va manzilingizni 2 marta tekshiring. Barcha hujjatlarni ilova qiling. Agar biron bir hujjat yetishmasa, arizangiz rad etilishi mumkin. Tasdiqlash tugmasini bosing, elektron ariza berayotganda barcha bosqichlarni o'tib, jo'natish yoki tasdiqlash tugmasini bosishni unutmang. Aks holda arizangiz tizimda ro'yxatga olinmaydi. Tasdiqnomani saqlab qo'ying. Ariza topshirganingizdan so'ng uning ro'yxatga olinganligi haqidagi tasdiqnomani. Raqam, sana albatta saqlab qo'ying. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda asos bo'ladi. 5 qadam arizaning holatini kuzatish, doimiy kuzatib boring. Ariza topshirganingizdan keyin MyBank.gov. Uz portali orqali uning holatini kuzatib boring. Arizangiz ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha hujjat talab qilinmoqda, tasdiqlandi yoki rad etildi kabi holatlarga o'tishi mumkin. Qo'shimcha talablarga javob bering. Agar qo'shimcha ma'lumot yoki hujjat talab qilinsa, bunga o'z vaqtida javob bering. Qisqa muddat ichida talab qilgan ma'lumotlarni taqdim etmasangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Aloqa qilishdan tortinmang. Agar arizangizning holati uzoq vaqt o'zgarmasa yoki biron bir muammo yuzaga kelsa, MyBank.gov uz portalining texnik yordam xizmatiga, xalq qabulxonalariga yoki tuman, shahar ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Bu 5 ta qadamni diqqat bilan va mas'uliyat bilan bajarsangiz, siz may oyidan boshlab oladigan qo'shimcha to'lovingizni yo'qotmaysiz va oilangizning moliyaviy barqarorligini saqlab qolasiz. Bu jarayon bir oz qog'ozbozlik yoki elektron xizmatlar bilan ishlashni talab qilsa-da, uning ahamiyati sizga beriladigan moddiy yordamni davom ettirishda juda katta. Xulosa va yakuniy chaqiruv qadrli do'stlar. Bugun men sizga juda muhim va dolzarb bo'lgan ma'lumotlarni yetkazdim. Esingizda bo'lsin, aprel oyi sizning may oyidagi qo'shimcha to'lovingiz taqdirini hal qiladigan muhim oydir. Agar siz ijtimoiy himoya tizimi orqali ma'lum bir nafaqa yoki moddiy yordam oluvchi shaxs bo'lsangiz, o'z vaqtida harakat qilmasangiz, may oyidan boshlab bu to'lovlarni yo'qotishingiz mumkin. Bu sizning oilaviy budjetingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sizdan talab qilinadigan narsa oddiy, lekin juda muhim. O'z vaqtida kerakli hujjatlarni yig'ib, tegishli idoralarga murojaat qilish orqali o'z nafaqa olish huquqingizni qayta tasdiqlash. Buning uchun MyBank.uz portali, xalq qabulxonalari yoki mahallangizdagi mas'ul xodimlar sizga yordam berishga tayyor. O'zingizni ehtiyot qiling. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Barcha hujjatlarni diqqat bilan tayyorlang va arizangizning holatini kuzatib boring. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamlarga yetkazish uchun yordamingiz kerak. Iltimos, ushbu video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Siz shunga o'xshash vaziyatga tushganmisiz? Tajribangizni baham ko'rsangiz, boshqalarga ham yordam bergan bo'lasiz. Videoga like bosing va uni do'stlaringiz, qarindoshlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishing. Ayniqsa yoshi kattaroq va internetdan uzoqroq bo'lgan yaqinlaringizga bu videoni ko'rsating yoki uning mazmunini tushuntiring. Ularning moliyaviy barqarorligi sizning birgina harakatingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Va albatta kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham siz uchun foydali va dolzarb bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib berishda davom etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Ko'rishguncha.